Assalomu alaykum Arzon Chorvani YouTube'dagi obunachilar. Obunachilar Doxolisa Namangan viloyati Yorqo'rg'on tumani Begobod mol bozoridan Doxolis olingan va sotilgan mollarni video syomkalarni qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu bozor Doxolis obunachilar shanba kuni bo'ladi. Agar ish bo'ldi. Barakasini bersin. 29 million 500 ming bo'libdi. Obunachilar barakasini bersin. Doxolis obunachilar novoz so'raymiz. Aka novoz. Hech bilan qaytdi? 24 million 600 ming so'mdan qaytibdi obunachilar. Tog'a ish pul oldi. Ish pul oldi tog'a. Narxini bilmasa kelishib. Doxolis shved sigirlar narxini so'raymiz. Aka shvedlar ish bilan bo'ldi. 91 million so'm bo'libdi. Obunachilar barakasi bersin. Tog'a ish pul oldi. 33 million so'm bo'libdi. Obunachilar barakasi. Qancha bo'libdi? Obunachilar sigir xunajini narxini. Aka ish pul oldi. 20 million so'm bo'libdi. Obunachilar barakasi bersin. Qo'zin narxini so'raymiz. Tog'a sog'lom ish pul oldi. Ish bilan qaytdi? 6 million 500 ming so'mdan qaytdi obunachilar. Xolos obunachilar sigir narxini so'raymiz. Tog'a sigir ish pul oldi. Ish bilan qaytdi? 21 million so'm. Ish pul oldi aka? 17 million 500 ming so'm obunachilar. Aka yine bola ish pul oldi. Ish pul oldi aka yine bola. Ish pul oldi aka yine bola. Sotilmadi. Nech pul oldi aka qo'zichoqlar? 7 million 800 ming so'm obunachilar. Aka nech pul oldi qo'chqorlar? Nech puldan qaytdi? 11 million so'mdan qaytdi obunachilar. Like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Obunachilar bo'g'oz narxini ko'ramiz. Aka nech pul oldi? Necha oylar bo'g'oz? 8 oylar bo'g'oz 37 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Nech puldan bo'ldi qo'chqorlar? Nech puldan bo'ldi? Narxini bilishmas ekan. Arashan qo'chqor narxini ko'ramiz. Nech pul bo'ldi aka? Nech puldan qaytdi? Nech pul? Narxini bilishmas ekan. Aka nech pul bo'ldi? 16 million 100 ming so'm bo'libdi. Obunachilar barakasini bersin. Obunachilar buqoni kattasi kelyapti, narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul? 31 million so'm bo'libdi. Obunachilar barakasini bersin. Nech pul bo'ldi aka? 18 million so'm bo'libdi. Obunachilar barakasini bersin. Obunachilar Doxolisa bo'g'oz narxini so'raymiz. Aka nech pul bo'ldi? 22 million so'm bo'libdi. Obunachilar barakasini bersin. Nech pul bo'ldi aka? Aka nech pul bo'ldi? Aka nech pul bo'ldi? 16 million so'm bo'libdi. Obunachilar barakasini bersin. Aka nech puldan bo'ldi bular? 1 million 300 ming so'm ikkitasi. Echkichalar obunachilar 1 million 300 ming so'm bo'ldi. 100 dollar. Mentalni kattasi kelyapti. Jiyan nech pul bo'ldi? 20 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasini bersin. 18,5 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasini bersin. Shved. O'zi bayda obunachilar faqat Shved mol chiqarish. Qirg'izistonda shayga o'tadi-da. Obunachilar buzov narxini so'raymiz. Hajba buzov nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Novozcha. 13,5 million so'm bo'ldi. 13 million 500 ming. Barakasini bersin obunachilar. Qotdinar. Nech pul bo'ldi jiyanot? Narxini bilishmas ekan. Nech puldan bo'ldi hajba? Nech puldan qaytdi? 62 million so'mdan obunachilar jup qaytibdi. 7 oylar bag'da bo'g'iz aka. Nech pul bo'ldi aka yana bola? Sotilmadi obunachilar. Obunachilar xunachilar narxini so'raymiz. Aka xunachi nech pul bo'ldi hajba? Nech pul bo'ldi aka? 18 million 500 ming so'm bo'ldi. Obunachilar barakasini bersin. Ikkitasi uni 18 million 500 mingdan. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin. Tog'a nech pul bo'ldi? 2 million 200 ming so'm bo'ldi. Obunachilar barakasini bersin. Xudo xolisa bugungi videolarimiz tugadi. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin.